Menga bermayapti, senga beryapti deyish bu aslida Xudoga nisbatan tuhmat, yolg'on. Qara, hayotda hech qachon shug'ullanmagan bo'lsang, zalga kirib 150 kilogramlik toshni ko'tara olasanmi? Yo'q. Hech qachon ingliz tilini o'rganmagan bo'lsang, faqat uyda yotgan bo'lsang, o'zingdan o'zing ingliz tilida gapirib bilasanmi? Yo'q. Hayotingda mashina haydamagan bo'lsang, o'zingdan o'zing mashina haydab ketib bilasanmi? Yo'q. Ya'ni birinchi sabab qilinadi, natija esa Allohga qo'yiladi. Qara, otangning oldiga borsang, yosh bo'lasan, mashina haydab bilmaysan, dada menga mashinangni ber, hayday desang, u yo'q deydi. Nima uchun yo'q deydi? Sendan qizg'angani uchunmi yoki seni yomon ko'rgani uchunmi? Yo'q, u seni xavfsizliging uchun, u biladi bu narsani boshqara olmasligingni, o'sha uchun bermaydi. Aslida agar bu narsani boshqara bilsang, otang senga mashina tugul hayotini berib yuboradi. Endi tasavvur qil, Alloh ham xuddi shunday, u birinchi loyiq bo'lishingni, shu narsalarga tayyor bo'lishingni xohlaydi. Senchi nima qilyapsan? Vaqtida Musoga Xudo buyurdi, qavmingni ol, Quddusga kir. Sababini qil, men senga fatni beraman, men senga natijani beraman. O'sha Quddus seniki bo'ladi dedi. Lekin qavmi nima dedi? Bor, Xudo bilan o'zing urush dedi. Sen ham xuddi shunday qilmayapsanmi? Xudoni yaratuvchi emas, xizmatkoring deb bilmayapsanmi? Hech narsa qilmasang shunchaki natijani kutasan. O'sha uchun tushun, Alloh adolatda eng buyugi, u senga loyiq bo'lsang hamma narsani beradi. U uchun bu narsalar hech qanaqa qiymatga ega emas. Xuddi otang mashinani senga berishidan oldin uni haydab bilishingni xohlaydi-ku, Alloh ham senga beraridan oldin ularga loyiq bo'lishingni, bu narsalarni ko'tara olishingni xohlaydi. Drinking dope turned me to a super